Anafilaktik shok bu organizmning allergenlarga nisbatan tez va kuchli javob reaksiyasi. Bugun sizlarga anafilaktik shokni tushuntirib beraman. Har bir tibbiy xodim anafilaktik shokni bilishi shart. Anafilaktik shokning asosiy sabablari. Birinchisi bu dorilar. Masalan, penisillin yoki sefazalin, seftrokson, tarkibiy antibiotiklar qo'llagandan so'ng o'sha doriga nisbatan allergik reaksiya hosil bo'lishiga anafilaktik shok yuzaga keladi. Ikkinchi holat bu ari va boshqa hasharotlar chaqdi, undan so'ng anafilaktik shok yuzaga kelishi mumkin. Uchinchi holatda oziq-ovqat. To'rtinchi holatda esa masalan gul-changa yoki bularning ta'sirida anafilaktik shok yuzaga keladi. Endi qanday klinik belgilar uchraydi? Klinik belgi bo'lganda, birinchisi masalan toshma toshish bo'lishi mumkin. Nafas qisish bo'ladi. Keyin qon bosimi tushib ketadi. Yurak tez uradi, taxikardiya bo'ladi. Undan tashqari bosh aynaladi. Bosh aynalishi yuzaga keladi. Undan keyin esa o'lim hissi hosil bo'ladi. Ya'ni qo'rqadi. Odam xuddi o'zini o'laman deb his qiladi. Bu holatlar hammasi anafilaktik shokning birga yuzaga keladi. Bunday holatda qanday yordam ko'rsatish kerak? Asosiy oltin dori vosita bu adrenalin hisoblanadi. Adrenalin bo'lmadimi, anafilaktik shokdan siz chiqara olmaysiz. Asosiy dorilar. Birinchisi adrenalin. Adrenalinni bemorning holatiga qarab siz 0,3 millidan 0,5 milli qo'llashingiz mumkin. 3 martagacha. 3 marta. Keyingisi esa nafas berishingiz mumkin. Ambu qopchasi bilan. Ambu qopcha bilan saturatsiyaga qaraysiz. Saturatsiya 90 chiqarishingiz kerak. Masalan, 90 dan tushyaptimi? 80-70 holat bo'lyapti. Siz uni 4-6 litrgacha kislorod berishingiz kerak. Keyingi holatda infuzon terapiya. Suyuqlik qo'yishingiz kerak. Renger, natriy xlor 0,5 litr, 1 litrgacha qo'yishingiz kerak. Renger, natriy xlor qo'yishingiz kerak bo'ladi. Va undan tashqari prednizolon. To'rt milligacha qo'llashingiz mumkin. Vena ichiga. Keyin deksametazon qo'llasangiz bo'ladi. Bu ham mushakka yoki venaga qo'llaniladi. Bu dori vositalarini agar bronx spazm holat bo'ladigan bo'lsa, salbutamol qo'llashingiz mumkin, efrin qo'llashingiz ham mumkin bo'ladi. Bularning hammasi bemorning individual holatiga qarab har bitta dorini qo'llash. Asosiy dori bu adrenalin, undan so'ng kislorod. 4 ta narsani nazorat qilishingiz kerak. Birinchisi bu qon bosimi, saturatsiya, nafas olish va organizmning es hushini nazorat qilishingiz kerak bo'ladi. Biror orqali siz bilsangiz, insonni anafilaktik shokdan chiqara olasiz. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang.